o'tgan mahbub payg'ambarimiz alayhissalom tavallud qilgan edilar. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Alloh aytganidek, agar u zot bo'lmasa dunyo yaralmas edi. Payg'ambarimiz alayhissalomni vaqtiki kelib payg'ambar bo'lishliklarini, dunyoga kelishliklarini, ismlarini Muhammad bo'lishligini ham iroda qilgan Allohim o'zi mana shu soatni yaratib, shu soatga imkoniyatini qo'yib, ayni keladigan kunlarni ham o'zi tayin qilgan edi. Payg'ambarimiz alayhissalomning otalari Abdulloh, bobolari Abdul Muttalib, Qurayshlar qabilasidan, Hoshimiylar sulolasidan, go'zal bir oiladan edilar. Ular qarangki, vaqtiki kelib butun ummat o'sha tomonga yuzlanadigan Ka'baning xizmatchilari edi. Ka'ba esa yer yuzidagi Allohning ramzi